Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hürmetlik Şarkı Türkistanlık muhacir misafir kırındaşlarım, aziz milletim. Yakında Germanya parlamenti Şarkı Türkistan'daki Xitay komünistlerininki ırkı kırgınçılığı ve ilip birivatkan zoravan siyaseti ve halkarağa karşı boğan bu hareketini bekar çıkılış için Xitay karta Germanya parlamenti bir petition yani bir imza seferberliği başlattı. Bu bolsa Magnitsky kanununa asas alan bir kanun. Elbette Germanya hükümetininki bunu eriştiki maksat Amerika'nınki ötken aylarda Amerika Kongress'te ağan şu siyasi kanunun qanchalik çoğun ta'sir qo'zg'aganligini hammamiz bilamiz. Vatan ichidan ağan ma'lumotlarga qaraganda Xitoy Komünist Partisi Markaziy komitetini tatib yezlag'ichi Xitoy Kompartiyasi Amerikanınki bu qonun ma'qullagandan keyingi siyosatidan qattiq bearam bo'lug'liq. Bunun qattiq ansiraklik ve bu to'g'riliqma nurg'un uqtirishlar, bayonotlar ve tashviqotlar qilib o'zininki mushu haqdagi andishalarini o'tirib qo'yaqliq. Bu Xitoyga bir zarba, Xitoyga bir andishi vasfisa, Uyg'ur xalqimizga bir umid bo'laqliq. Xitoy mushu masalani tashviq qilaman deb Uyg'ur xalqining mu umidini eng yuqori pallaga chiqadi. Bu masalada har qanday bir Uyg'ur qarindoshimiz, har qanday bir Sharq Turkistonlik qarindoshimiz hargiz bu masalaga sal chaqlamay, nihoyat 4 kunlik bir vaqtimiz qoldi. Mushu imzo safarbarligiga milliy masala, vijdoniy, imoniy masala nuqtasidan qarab imzo qo'yishni men umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh Jakartadan.